O'tin, ko'mir, elektr gaz yordamida qizdirsa bo'ladi. Qora ko'mir yoqsa bo'ladimi deyishadi. Mana qora ko'mir yonyapti akalar. Kotel portlamaydi. Nima 6 talikni bir sutkada rasxoti 30 bilan 40 kilo orasida bo'ladi. Ya'ni 2 kvadrat 2 dan ozgina oshiqroq joyda. Lekin mana joylarda, masalan, suv olmagan, o'tiplarga qilinmagan joylarda rasxot обязательно ko'p bo'ladi. Masalan, bu yer suv olmagan, tomlar ochiq. Bunaqa joyda rasxotga albatta ta'sir qiladi. Shuning uchun iloji boricha uyni, misol suvog'ini qilinmagan bo'lsa, bazalt yoki moshni qilib suvog'ini qilib, tomlarni ko'p orqalarini yopib turib, keyin o'tiplarni qilinsa, kotel rasxotiga juda katta ta'sir qiladi akalar. Lavani 26 talik yana bitta narsa, kotel portlamaydi. Portlamasligi uchun ochiq sistema qilib qo'yilgan. Qo'limdan qo'ymaydi. Kotel gradus 50, lekin xudo xolasa dimoxotlarni bemalol ishlasanglar bo'ladi. Original ferrum dimoxotlar. Kimga shunaqalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar, yaxshi narxda qilib berishga harakat qilamiz.